Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz osh musobaqasini birinchi bosqich 4-o'yinini boshladik. Assalomu alaykum. Ismim Doston. Jamiyat sohasida ishlayman. Osh pishirishga qiziqaman. Bugun osh musobaqasiga o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Assalomu alaykum. Ismim Niyoz. 9-avtobozorda Chilangar bo'lib ishlayman. Osh musobaqasiga ukam majburlagani uchun keldim. Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Qadrli ishtirokchilar, homiylarimizdan biri Bizbob supermarket tarafidan berilgan maxsus voucherlar yordamida osh masalliqlarini olishingiz mumkin. Barchangizga omad. Bizbob supermarketining ijtimoiy tarmoqda Telegram gruppasida barcha mahsulotlarimizda narxini va bor yo'qligini bilishingiz mumkin. Undan tashqari, oila filialimiz 24/7 sizning xizmatingizda. Bugungi ko'rsatuvimizning jürilari bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum. Uchqun akamiz. O'sha sizlar bilgan o'sha hali sani nomeradan qilayotgan Zarafshondagi o'sha Uchqun akamiz bo'ladi. Otabek akamiz Adras osh markazining oshpazlaridan Sohibjon. O'sha Adras osh markazini siz tanovul qiladigan, mana shu mazali oshlarni pishiradigan Sohibjon mana shu kishi bo'ladi. Navoiydan mehmonimiz kelgan Aziz akamiz. Sizlarga yoqimli ishtaha oshpazlardan xabar olib kelay, xudo xolasa. Kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye, sumingdan bir suming qolsa ham osh ye. Ishtirokchilarimiz tayyormisizlar? Marhamat, omad, boshladik. Tingla endi, bu oddiy show emas. Zarafshonda bunaqasi hali bo'lmagan bas. Ibrohim chef ochdi yangi sahifani. Oshning ifori uyg'otar har bir xonadonni. Yoshing nechada bo'lsa ham kel bemalol. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma uchun yo'l. Kasbing qanday bo'lsa ham buning farqi yo'q. Muhimi mehr tayyorla, oshni o'ynatib qo'l. Mana ish jarayonimiz avjida. Xudo xolasa Doston akamiz birinchi ishtirokchimiz. Aka, bugun qanaqa osh yeymiz? Nasibisi Samarqandcha zig'ir osh. Samarqandcha zig'ir osh. O'sha trendda qolmaydigan zig'ir oshni xudo xolasa bugun akamizni qo'llaridan yeymiz. Mana azizlar, ikkinchi ishtirokchimiz xudo xolasa mana ishni boshlab oldilar. Ish jadal bo'lyapti. Aka, bugun qanaqa osh yeymiz xudo xolasa qo'lingizdan? Shu Samarqandcha zig'ir osh nasib bo'lsa. Ana. Lekin bir narsa, zelin solingan oshni bilmayman. Butun ham bir boshqacha bo'lyapti lekin ish jarayoni. Bu sir bu. Bu yerda raqobat, bu yerda ehtiros. Har bir qozonda qaynaydi umid va ovoz. Yuqori daraja, yuqori saviya. Tomoshabin kutadi haqiqiy sensatsiya. Zarafshonning eng yorqin shousi bu gal. Yangraydi g'alaba sadolari baland. Osh ustalari maydonda bahslar qiziydi. Eng kuchlisi tanilib yulduz kabi poriydi. Qo'llar osmonda olqishlar yangrasin Ibrohim chef. Loyihasi dillarga joylansin. Shunchaki musobaqa emas, yangi tarix boshi qozonda qaynaydi. O'zbekistonning mazali oshi. Adras osh markazimizda xatm va marosimlaringizni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ertalabki vaqt bilan 1,5 million so'm, kechki vaqt bilan 2 million so'm. Barcha xizmatlarimiz ichida faqat oshpaz xizmatidan tashqari. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Ko'rishguncha. Chorbog'changga yor gul bo'layin, Samarqandingga yor bo'layin. Chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam bo'lsa yor bo'layin, olsang bergin, bilagisi kimni. Odam bo'lsa yor bo'layin, olsang bergin, bilagisi kimni.
oshlarni ham mana ta'mlarini ko'rib o'zimni ozgina bir xulosamni aytaman. O'sha birinchi lagan kelgan oshimiz menga sal ma'qulroq bo'ldi. Ikkinchisi ham yomon emas, hammasi zo'r. Lekin o'sha pishishlari, yetirishlari, guruchlarni shu birinchi laganimizga masalan to'g'riga xolisona bir baho beraman. Endi ikkinchi laganimizga sal guruchga borib, lekin ta'mlari, nimalari bu ham yomon emas, chakki emas, to'g'ri gap. Ikkita to'g'ri ham qo'li dard ko'rmasin, zo'r bo'lgan. Albatta. Yaxshi mehnat qilingan, juda mehr berilgan. Birinchisi laganimizga ozgina tuzi sal qitta balandroqqa o'xshadi, lekin ikkinchi laganimiz kelgandan keyin ikkinchi laganimizni ozgina tirikroq bo'lgan. Mazasi, go'shtlari hammasi zo'r, cho'tki pishganda, ozgina guruchga kelganda guruchchi tirikroq bo'lib qoldi. Yetilishi. Ha, shunga nimasi. Shu birinchi laganga beramizda. Birinchi laganimiz haqiqatan yaxshi. Ikkinchi laganimizda kattagina guruchlar sal tirikroq qilgan, ta'mda ham tuzi uncha olmagan. Birinchi laganimizni aytsak, guruchlar zo'r pishgan, go'shtlar zo'r, hamma narsa zo'r, faqat sabzi sal sho'rroq bo'ldi. Rasmiga sal normal. Endi agar ikkalasidan birini tanlaydigan bo'lsa, birinchi lagan tanlagan bo'lasiz. Oshlarimiz yaxshi, kattalarimiz aytganda, oshlar yaxshi bo'lgan, go'shtlarni me'yorda pishgan ikkalasi ham. Faqat birinchi laganimizni tuzini hisobga olmasa, choyxona palovga o'xshagan, hammasi zo'r. Ikkinchi laganimizda guruchlari ozgina tirikroq qolgan, shuning uchun ovozimni birinchi laganga beraman. Bizda hayajonli daqiqalar, xudo xolasa bugungi ko'rsatuvimizning g'olibi Doston akamiz bo'ldi. Yana bir homiylarimizdan biri mazona shirinliklarni oilangiz davrasida maza qilib tanovul qilasizlar. Barchaga kattakon rahmat. Kelgusi o'yinlarda ko'rishguncha xayr. Qo'llar osmonda olqishlar yangrasin Ibrohim Shef. Loyihasi tillarga joylansin, shunchaki musobaqa emas, yangi tarix boshi qozonda qaynaydi. O'zbekistonning mazali oshi